Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Qo'rsoy mahallasida 20 sotuvlik hovlimiz sotuvga chiqqan. Bu joyimiz bizneslar bilan, tayyor bizneslar bilan sotilyapti. Shunaqa uglovoy joyda, mahalla markazida, yonida mana ko'rsanglar bo'ladi. Hamma qulayliklar bor. Maktab, bog'cha, meditsinskiy sentr, madaniyat markazi, militsiya tayanch punkti hammasi mana yonida. Uglovoy joyda. Bitta hovlida ikkita xonadon joylashgan. Remontlari ham a'lo darajada, ko'rsanglar bo'ladi. Uzr, hozir sal kech bo'lib qoldi, egalari uyda yo'q ekan. O'shaning uchun uyga kira olmaymiz. Tashqaridan obzorni olaveramiz hozir. Fasad qismi juda ham keng, 50 metrdan ziyodroq. Mana tayyor bizneslar bilan magazin yo'da sartaroshxonaga mo'ljallangan imorat qurib qo'yishgan, arendaga. Yonida stroy material sotadigan, stroy material ijaraga beradigan bizneslari ham bor. Mana oxirgi qismida 20 ta qoramolga sig'adigan juda ham katta chiroyli molxona qurib qo'ygan. Mana fasadimiz mana shu uydan o'sha burchakgacha uyni ko'rsanglar bo'ladi. Tashqarisidan bitta hovlida ikkita xonadon joylashgan, katta. Bittasini yangidan qurib qo'ygan. Bu joyimiz hujjat bo'yicha 12 sotix, yana 8-9 sotix samiz ahvoti bor. Uni aksiya paytida o'zingizlarga qo'shib olsanglar bo'ladi. Kim qiziqqanlar bo'lsa, mana tayyor biznes bilan pastdan nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar. Batafsil yana ko'rsatamiz. Bu joyimizni egalari oldindan reklama qilib qo'yganmiz. 120-110 ming dollarga qo'yganmiz. Hozir juda ham so'rashni shoshilinch bo'lyapti. Bu joyimizga egalari 100 ming so'rashyapti. Yana kelib astoydil olaman desanglar, yana narxidan ancha o'tib berishamiz deyishyapti. Juda ham zaril bo'lyapti hozir bularga. Ko'chib ketyapti uy egalari. O'shaning uchun kimga qiziq bo'lsa, mana marhamat kelib ko'rsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar. O'zimiz yana arzon narxda olib berishga harakat qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa kutib qolamiz.